Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xudo xolasa bugun Moskovskiy oblasidan mashinalarimiz yo'lga chiqadi Granitsaga. Akalar, inshaalloh Xudo xolasa Moskvadan deportiylar, zapretiylar bo'lmasa, inshaalloh chiroyli olib kelib chiqamiz. Mana mashinalar chista, ulitnilar. Mana mashinalar ichi komfortli mana mashinalar, Xudo xolasa. Inshaalloh mana ko'ryapsizlar akalar, chista, bunaqa nimalar yo'q akalar. Xudo xolasa abrashasi qilaverasizlar. Mana mashinalar, ikki mashina har 2 kunda reysi bor akalar. Bugun Xudo xolasa yo'lga chiqib ketamiz. Inshaalloh 1,5 sutkada kelamiz. Xudo xolam nasib qilsa mana mashinalar. Ekranlarga nomerlar qo'yamiz. Xudo xolam nasib qilsa mana mashinalarimiz. Zaryadniy ustroysi, hamma yo'llari bor mashinaning ichida mana. Ko'ryapsizlar aka, abrashasi qilaverasizlar, yolg'on yo'q. Ekran qo'yib qo'yamiz telefon nomerlarimizni. Bemalol abrashasi qilaveringlar mana. Mashina Xudo xolam nasib qilsa aytaverasizlar mana. Chiroyli qilib chiqib kelamiz. Bugun inshaalloh mana yo'lga chiqadi ikki mashina. Aytchalar. Mashinalar yangi, svej hammasi. Prosta endi qizicha nimalarga qaramaysizlar, endi u odatiy hol akalar. Mana Xudo xolasa.